Uşaq yeməklik yeyishni yaxşı ko'radigan balalarımız üçün ailede manmanındaki yarım saatli tayyor bo'lgan uşaq yeməklik tayyorlab bering. Təmi açıq-çuçuq bo'lib balalar emas cho'nglar yaxtırıb yeydi. Qilish usulum nəhayət oddiy bo'lib birlik ko'rsangiz o'rganaysiz. Qanamsa hammamiz birlikda o'rganaylik. Aldı bilan 3 tal yanyon axlab pakiz yuvib olgandan keyin videoda ko'rsatilgandek yalpaqlab to'g'rab olamiz. Ondan qozon suv quyib suv qaynaganda yanyon jimbiliq silib, tuvaqni yepib 15 minut to'g'ri dumlab pishirib olamiz. Bu jarayonda o'zimizning yaxshi ko'rishiga asosan kolbasani videoda ko'rsatilgandek ding-ding holatda to'g'rab olamiz. Agar oilamizda kolbasa bo'lmasa, qiz ishlasak ham bo'ldi. Yana o'xshashlar qo'noqdan muvofiq tayyorlab, videoda ko'rsatilgandek pichoqda chanab tayyor qilib olamiz. Pishib tayyor bo'lgan yanyonni cho'ngroqqa chiqib, to'g'rab tayyor qilib olgan kolbasa qo'noqni quyib, yarim qo'shiq tuz, yarim qo'shiq qarmosh, 2 qo'shiq qo'noq kraxmali, 2 qo'shiq shavkat etqusi silib, 2 qo'limiz bilan takshi aralashtirib mejib, ravurs ishlab xamir oltiga ekib olamiz. Yug'urib olgan xamirdan qo'limizga azozdan elib, 2 qo'limiz bilan videoda ko'rsatilgandek shaklga keltirib, cho'kida usti tarafini besib gul chiqarib olamiz. Qazon may qo'yib, may qizganda bir-birlab qozonga silib, 2 minut turg'izgandan keyin videoda ko'rsatilgandek qizganda osti tarafini ustiga o'rib, 1 minut turg'izgandan keyin taqsimizga suzib elib, agar oilamizda pamdirjon bo'lsa, pamdirjonga milab yesak bo'ldi. Qanaf do'stlar, sizlar oilasini apaqinglar.